bir 92 yoshli odamga bir savol beray sizga. Qani, Mana shu yoshda kimni sog'inasiz? kimni sog'inasiz? Baribir odam kimnidir sog'inadi-yu, to'g'rimi? Voh. Kimni bir eslaysiz, ko'rgisi kelib. Hop, hop. Endi meni enam 4 yoshligimda o'lib ketgan. Meni shu otamdan olgan 45-yili kelib menga kulala to'y qilgan. Otamni sog'inaman. Otamni sog'inaman, shu yerda to'y qilgan. Shular esimda turadi. To'y bolaligimda ketgan. Shularni men esimda turadi. Mana bunaqa sog'inganim. Endi enamni ham sog'inaman. Endi iloj duo qilaman. Duo qiling, duo qiling. Ota enamni duo qilaman, aytaman. Tiyadim do'xalasa duo qilsam. Assalomu alaykum. Siz charchamang, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Buni ham duosi tiyib qoladi. Endi invalid to'qib, mana endi juda pensiyalarni hukumatimiz. Hukumatimiz bor bo'lsin. Salomat bo'ling, hoji, sog' bo'ling.